Men siz ichki hissiyotlaringizga ta'sir qila olaman. Bunda 23 dan 31 gacha bo'lgan raqamlardan bir donasi yozilgan. Va men sizni bu raqamni topishingizga ta'sir ko'rsataman va siz qog'ozda yozilgan raqamni to'g'ri topasiz. Ishonmasangiz qarab turing. Bunda 23 dan 31 gacha bo'lgan raqamlardan bittasi bor. O'ylang, xohlagan bittangizni ichki hissiyotingizga o'zingiz ishongan holatda ko'zlarimga qarang va o'ylang. Siz adashmadingiz. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Hech qanaqa fikrni o'zgartirishni kerak yo'q va men ochib ko'rsataman. Faqat bitta sharti. Agar to'g'ri chiqsa, like bosasiz, menga obuna bo'lasiz va profilda 100 ta fokus o'rgatyapman. Shu fokuslarni birgalikda o'rganishga va'da berasiz. Kelishdikmi? Endi qog'ozimizni ochamiz. Diqqat bilan qarang. Faqat baqirib yuborishga yo'q. Kelishdikmi? 27. To'ppa-to'g'ri o'yladingiz. Endi kommentariyaga bitta olovcha qoldirib, tezda obuna bo'lib qo'ying. Любой bitta oshnangizga tashlab qo'ying yoki bo'lmasa o'rtog'ingizga. Uni ham aldaymiz.